O'zbek tiliga bo'lgan ehtiyojni biz o'z qo'limiz bilan susaytiryapmiz. Qonun tili emasligi yoki texnologik rivojlanish tili emasligi bizni xavotirga solish kerak. O'zbek tilini rivojlanishiga eng katta xalaqit berayotgan normalardan biri. Bu tilga ehtiyoj paydo qilishimiz kerak. O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun bor. Davlat idoralariga fuqarolar xohlagan tilda murojaat qilish imkoniyati bor ekanligi qonunda belgilab qo'yilgan. Bu bugungi kunda o'zbek tilini rivojlanishiga eng katta xalaqit berayotgan normalardan biri. Nima uchun? Chunki agar biz tilni rivojlanishini xohlasak, bu tilga ehtiyoj paydo qilishimiz kerak. Agar tilga qo'llanish uchun ehtiyoj paydo bo'lmasa, u til o'z-o'zidan zaiflashib boraveradi. Mana bugungi kunda O'zbekiston jamiyatida mana ta'lim, televideniya, huquqiy hujjatlar tayyorlash, notarial xizmatlar kabi masalalarni agar olib qaraydigan bo'lsangiz, rus tilida hujjat tayyorlash bu odatiy holga aylangan masala. Bog'chaga borsangiz, boshqa tilda ishlash bemalol mumkin. Maktablarda, ilk sinflarda bemalol boshqa tillarda ta'lim berish mumkin kabi kenglik hisobiga biz nafaqat o'zbek tilini zaiflashuviga, balki boshqa tillarni ustuvorroq va o'zimizni xalqimiz uchun, o'zimizni farzandlarimiz uchun o'sha o'zga tillarni jozibaliroq bo'lishiga sabab bo'lib qolyapmiz. Va buni natijasi sifatida mana nafaqat tilimiz rivojlanmayapti, balki yosh avlod boshqa tilli bo'lib katta bo'lyapti. Germaniyada agar davlat idoralariga nemis tilidan boshqa tilda murojaat qiladigan bo'lsangiz, nafaqat ko'rib chiqilmaydi murojaatingiz, balki jarimaga tortilasiz. Ya'ni davlat sifatida o'z tiliga munosabatni mana shunday qurish orqali nemis tiliga bo'lgan ehtiyojni ular yuzaga keltiradi va siz nemis tilini o'rganishga majbur bo'lasiz. Bizning xalqimiz hech kimni kamsitmagan holda qonunlarda belgilangan boshqa millatli fuqarolarimizni o'z tilini saqlash, qo'llash, rivojlantirish uchun sharoit yaratib berish majburiyatini e'tirof etgan holda o'zimizni milliy tilimizni qonunlarda belgilanganidek to'g'ri qo'llashni jamoatchilik va faollarning barchasi to'g'ri yo'lga qo'yish kerak.